millat fidoyilari. Serjant Muhammadiyev Otabek Avazovich 1976-yil 8-yanvarda Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Ochamayli qishlog'ida tug'ilgan. U 1995-1997-yillarda muddatli harbiy xizmatni o'tagan va shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni davom ettirgan. Serjant Muhammadiyev Otabek Avazovich xizmati davomida 1999-yilning noyabr oyida Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Yangiobod shahrida bir guruh terrorchilar bilan bo'lgan janglarda, shuningdek 2000-yil avgust oyida Surxondaryo viloyatining Sariosiyo va Uzun tumanlarida xalqaro terrorchi jangari guruhlar bilan bo'lib o'tgan jangovar harakatlarda ishtirok etgan. 2000-yilning 16-sentyabr kuni razvedka qidiruv ishlari desant ishg'ol harakatlarini bajarayotgan vaqtida jangarilar bilan bo'lib o'tgan janglarda faol ishtirok etgan. Biroq olgan jarohatlari bois qahramonlarcha halok bo'lgan. Serjant Otabek Muhammadiyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-yanvardagi farmoniga asosan Jasorat medali hamda bir qator esdalik nishonlari bilan mukofotlangan. Xotirasini abadiylashtirish maqsadida u o'qigan 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida byust o'rnatilib, xotira burchagi ham tashkil qilingan. Beg'ubor bolaligi o'tgan qishlog'i ko'chalaridan biriga qahramonimiz nomi berilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.